Bunaqa narsani men точно tug'ilgan kunimda kutmadim. Sizlar bilasizlar, yaqinda men tug'ilgan kunim bo'ldi, поэтому bu video ikkinchi часть распаковка подарков. O'tgan videoda ko'plar kommentariyada 30 yoshga o'xshaysan, 32 ga o'xshaysan deb yozishibdi. Mayli, sizlar nima deb o'ylaysizlar, necha yoshga o'xshayman? Bu podarkalar больше всего videoni yengillashtirib beradigan narsalar. Birinchi podarka mana shunaqa lampochka edi. O'zi bilan olib telefonga yopishtirib, oynasi ham bor edi. Meni hamma emotsiyalarim rostakam, chunki men podarkalarning ichida nima borligini bilmadim. Ikkinchi korobka shunaqa blogerskiy svet edi. Chestno, men bu svetda rosa xohlayotgandim, lekin bu oy tug'ilgan kunlar rosa ko'p edi. O'shanga pulim вообще to'g'ri kelmayapti. Men bu покупкani постоянно откладывать qilardim. Keyin olaman qilib, и вот men tug'ilgan kunimga shu svetni podarka qilishdi. Menga eng yoqqan narsa to, что buni zaryadkasi anchaga yetib berish kerak. Iltimos kommentariyada yozib yuboringlar, o'zgarishlar bormi yoki yo'q. Keyingi podarkalarga o'tamiz. Bu mana shunaqa ikkita katta batonchik edi. Birinchisini ochishim bilan mana shunaqa shtativ ko'rdim. Shtativ ichida какой-то настройкаlarda искусственный интеллект, yana bir balolar bor ekan. Честно, вообще tushunmadim. No shtativ o'zi shunaqa rosa удобный ekan. Ikkinchi konfetkani ham ochamiz, и bu yerda ham meni shtativ kutib turibdi. Bu shtativ lekin yomon og'ir ekan, поэтому bitta qo'lga tushsa bo'ldi, все, qo'l sinadi. Bu подарок самый неожидаемый edi. Знаете, mana shu hamma upakovka menga новогодний подаркlarni eslatib yubordi. Men bu lampani ko'rib вообще shokka tushdim, chunki men davno shunaqa lampa xohlayotgandim. Bilaman, bu lampa ko'proq vizajistlarga mo'ljallangan, lekin ishoninglar, menga shunaqa yoqdi. O'shanga endi harakat qilaman, чтобы videoyim kачестволari yaxshiroq bo'lishi uchun. Честно, уже mana shu paytda men yig'lab yordim, chunki men bunaqa podarkalarni kutmadim. Chunki men o'zi etib yurmadim, menga shtativ kerak, lampa kerak edi. Meni окружениямda odamlar men harakat qilayotganimni ko'rib, meni поддержка qilishdi. O'ylaymanki, video sizlarga yoqdi. E'tibor uchun katta rahmat.